Building brendi ostidagi soy bo'yi turar joy majmuasida tayyor kadastri bilan sotuvga qo'yilayotgan xonadonimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga kirib ko'rishingizda, qadrli do'stlar, bu yerda oshxona bilan zalga ko'zingiz tushadi. Studiya planirovkada qilingan, отопительный sistemada qilingan, kotellar qo'yilgan. Bu yerda umumiy sanuzilimizga hudud qoldirilgan. O'rtada prixojiy, bu yerda navbatdagi xonamiz yotoqxona. Yotoqxonamiz ham juda ham gрамотный qilingan. Bu yerda balkonga выходimiz mavjud. Balkondan chiqishinglar bilan mana bunaqa priлагающий parkovkaga ko'zingiz tushadi. Pastimizda kompaktniy o'zini yashil hududlari, landshaftlar qilingan o'rtoqlar. Manzarani qaranglar, juda ham go'zal. Sharoitlari juda ham kreativniy qilingan o'rtoqlar. Bu yerdan yurib ko'rishimizda bajarni безопасностьga ko'zingiz tushadi. Bu yer bo'lsa liftovaya territoriya. Ikkita liftimiz mavjud. Chiqib ko'rishimizda go'zal manzaraga ko'zingiz tushadi. Baho beringlar. Premium toifadagi xonadonimizning umumiy maydoni 49 kvadratdan iborat. Belovaya отделка, tashqi hududga to'xtaladigan bo'lsa, juda ham boshqacha go'zal manzarasiga ega. 2 qavat o'zini podvalniy parkovkalariga ham ega o'rtoqlar va undan tashqari priлагающий parkovkamiz ham mavjud. Umumiy narxiga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, 77 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Sog' bo'linglar.